Assalamu alaikum qarindoshlarım. Bugun men ozroq o'rtoqlashish niyatiga keldim. Bugun atiganda qo'psamla xilichi qarindoshlarimiz menga bu Quzat degandan keyin bir narsani evatib qo'yibdi. Evatib qo'ygandan keyin men uni vaqtim chiqmay o'qiy anglayolmaydigan bo'ldim deb bir ikkisiga havola qildim. Havola qilgandan keyin ovozini telefonga elib evatib qo'yibdi, chunki men uni qoriga tiqayotgan Quzat deganni. Quzatni qoriga tiqayotganligim uchun men ko'ramayman uni. Anglayolmayman. Shuni ovozliq evatib qo'yibdi, uni telefonga elib. Shuning bilan men buni narsani rasmga tortib evatgandan keyin qarasam, Sharq Turkistonni o'g'illikka mustaqil qilib beralamdim deb yozib qo'yibdi. Uni kim saylagan, uni bilmadim. Ondan keyin Rabia xonimga gap qoldirdim. Gap qoldirgan mazmunimni biraz o'rtoqlashib, javobini o'rtoqlashay, ondan keyin gapimni boshlayman. Yaxshimisiz, Rabia xonim? Men pek ümidsizlandim qarang sizdan. Mayli nima desangiz, mening ovozimni qo'yib o'tamsiz, u Yaxshimisiz, Rabia xonim? Men pek ümidsizlandim qarang sizdan. Mayli nima desangiz, mening ovozimni qo'yib o'tamsiz, u baribir. Ben sizga jiq narsalarni tavsiya qilib boqaman. Men lider tursam, men siyosatda tursam, u bu desangiz, sidqochi odamdan ikkilanmayman. Bu odam bir mustaqilchi odam. Har qatimda deydi u, xo'jayin gap qilg'izmaydi deb. Siz nima maqsadda nimalarni qilyapsiz bilmayman. Qarang, sizga cho'ng savol belgisi qo'ygan, men yolg'iz menlar emas, qarang. Mush urug' tuqqanlaringiz u buni qo'ying. Siz gap qilamamsiz? Bir Nuriy Tulkini Xudidim qizim ashlarning jamiyatining qo'lida deysiz. O Quzat sizning tuqqaningiz bu, ha? O'zingizdan ozdimi bir eg'iz tuzuk quloq xo'shaqadan gapni qilamiz. Kechkichi xalqim, bolalarim deysiz. Voy, butunlay kulkilikchimi hozir? Mening navram bir tal inim bor, dunyolikda bir tal inim bor. Apam o'g'il tug'may, birli o'g'il tuqqan. Şu apamdan tug'ilgan bir tal ham o'zim beqib cho'ng qilgan inimni, bu bolalarni o'zim beqib cho'ng qilgan, vatandan o'zim qochirib chiqqan, Turkiyadan o'zim akaga Amerikaga ashnaq navram. Quzat. Bugun men Quzat bilan so'zlashga boraman. Mushundaq bir javobni, qolgan javoblarni menimcha hozircha qo'ymayman. Men Quzatning narslarida bugun bir kun o'zim ovozini anglab bo'lgandan keyin nima ko'z oldimga keldi desa, Jungocha alayidagi ega degan narsa keldi men uchun. Bu Quzatning yuzida, og'izdagi so'zida Jungocha alayidagi ega tushunchaning hammasi bor ekan. Dinni tilga elib turib, Qur'onni oldingi qatim Abdulahad Qarajim qaysi yo'lning halol, qaysi yo'lning harom ekanligiga nihoyat yaxshi bir Qur'ondan naql keltirib oyatlar bilan tushundirgandi. O bundaq bir paxpaxning chiqib u yerda Uyg'urni ati ozod qila olamdim deydiganga, voy bu noytimi xuddi bir cho'ng bir doiramizda qaqib ketdi deb o'yladim bu. O sen ozod qilamaysa albatta. O Allah'ın ilkide bendenin tirişçalığı bilen Allah'ın ilkide bulunduğun iş, Allah'ınki bizge vermeydiğini sen nereden bilirsen? Çoğun külemde seni oyuntuvatkan küşva dep durup Rabia Hanım'ı dep durup belki akıdaki adamlar oyuntuvatkandı siz neyim kılan andak mındak. Ben hiç kimden havalısı bilen dep koydum hanımga mı? Ben siz üçün sözlemeyme. Özümün toprakta boğan bir muhabbetim, urug' tuqqanlarim üçün sözleyme. Sizin ballarınız eğer de türmede bolsa, başka igichaqsiz chet elda urug' tuqqani yo'q. Aş isyon ko'tirib kirib ketgan shit bo'lgan palon odam bor. Sizning tuqqanlaringiz kirib ketgan bo'lsa, bo'pti. Sizmi igi chiqing? Bizmi urug' tuqqanlarimiz igi chiqamiz? Lekin buninglik bilan urug' tuqqanlaringizga hoy demasangiz bo'lmaydi degan gapni dedim. Dedim. Çünkü bu gaplar yana belki başka yollar orqali ko'chaga chiqdi. Uningdan ovozini oltib qo'yib turdim. Andan keyin yana mi chiqsa, qog'imdan oltib qo'yman, shunday ish bo'ladi. Men qarg'im tiqvatdim xonimni. Buningdan keyin men gap qilgan chaqda hech kimninki undaq ani demang, munda deb bergan bo'lsangiz, undaq buni yo'q, hech kimligini anglamayman. Bugun degan gapini men hargiz anglamayman. Chunki men o'yladim, bir lider bo'lgan ekansiz. Birisinin xetini o'qib beray beshida.
Sizni lider dese Dünya Uyghur Kurultayı, özünü Uyg'urning birdan bir vakili degan Dünya Uyghur Kurultayı hech gapingizni anglamadi. Hem sizmi oqquzamidingiz. Ular sizni chetga qoqdi. Bosdi, hajivlashtirdi. Endi xalq meni lider deydi desangiz, xalqning ichida atrofing'izdagi odamlarni, ya'ni Ömer Qanat, Nuri Tulki qatorliqlarni sizni butunlay tushirib, sestivatda inovatingizni to'kyapti xalqning orasida. Endi siz qanday qilib o'rningizdan tura olasiz, inovatingizni tiklay olasiz, xalqning oldida lider bo'la olasiz? Bu masala biz uchun bir noma'lum son. Men lider deb o'ltiryapsiz. Siz butunlay yo'qolib ketishingiz mumkin. Hozirmi yo'qolib bir yerga bordingiz. Bugungi sizning bolalaringiz turmada bo'lsa, hamma kishining bolalari turmaga kirayotgan urug' tuqqanlari, onalarim turmada. Uyg'ur sizga savol qo'yib boqmadi. Davoni xalqaralashtirishga hasingiz qo'shqiningizni bilaman. Lekin hozir shu qilgan hasingizni yerga urdingiz. Ovozingizni itib oldingiz. Har qanday bir ishlarga kelganda siz lider, men siz lider tushanchisini bilmaydi ekansiz. Lider xalqning ustida tik turadi. Ne o'tganlardan o'tdik, lekin siz hech qanday ovoz chiqarmadingiz. Yo'ldoshingiz sizni qojiga cheksiz ishonchimiz bor. Aşı ernimi gap qildirmay, gap qilgan narsalarni to'rdan yuyib, davomli mush ishlarni qilib keldingiz. U bir haqqoniyatchi odamligiga ishonamiz, lekin og'zini siz itibli keldingiz. Buning sababi nima? O'zingizga ayon. Gilingizdan ilinib qolgan yerlarni, burunqilarni biz kechirib o'talaydik. Amdikisini men bilmayman nima uchun. Siz u yerdan chiqib ketdingiz. Nima uchun yo'ldoshingizni gap qildirmaysiz, o'zingizni gap qilmaysiz? Gap qila oladigan, yoza oladigan bir elni nol qildingiz. O'rta Osiyoda ikki xil pul yig'ilyotidi. Dünya Uyghur Kurultayıga ayrim, Rabia Hanımga azdır köptür ko'ngil ifodasi. Mushuninga tushuntirish bermadingiz. Har qitimda xalqning orasidagi davolg'ishlarga siz sababchi bo'lyapsiz. Buni men o'qiyverman, chunki mayli siz qanday o'ylang, men burunlarda sizning yuzingizni qilib kelgan, hozirmi yuzingizni qilib hech qanday bir ovoz, hech qanday narsani qo'ygunim yo'q. Men faqat sizga demoqchi bo'lganim, siz tushuntirish berishingiz kerak. Urug' tuqqan deganga odam qanday gapini o'tkazamaydi. Oxirgi odamni siz shunday biladi ekansiz, nima ish o'tirib chiqib demaysiz hamsa? Men sizga savol qo'ydim. Jiq odamlar, ba'zi odamlarga savol qo'yib baxmaganligimiz uchun bilamaydigan o'xshaymiz deb o'ylab qoldim. O'zimizni rasbek yuqurliqqa qo'yib olib, tövanga tushunmaydigan o'xshaymiz. Biz iloh emas, sizmi iloh emas Rabia xonim. Siz mayli siz meni nerede tillang, lekin mening deganim mushu siz uchun bir savol. Xalq hozir noyitimi tuprab ketdi. Mustaqillik desa jini bilan taqobil tura oladigan nima kasun deydigan holatda. Siz nima ish qilyapsiz? O'zingizga ayon. Men sizga aytgan talay savollarni qo'ydim, lekin savolimga shunchalik mujmal javoblarni berdingiz. Agarda mushu savolimga siz Dünya Uyghur Kurultayı kütümni içib yetidi dedingiz. Kütüngizni içib etsa, qanday qilamiz hamsa? Ömer Qanatni siz deysiz. Voy tercüman kerak bo'lib, tercüman nim qilmoqqa. Menga tercüman bo'lmasa talay o'quvchi bolalar borka, endi siz ashlarni xohlamsiz, zoda ashar uchirsiz, kongressning oldida ichida nerede uchrashmagan yeri bo'ldi xalqlarningki. Qaqsaran emas rasmlarni tortib olgani. Siz nima uchun ashlardan ayrilamaysiz? Mushuning savoliga cho'qim javob berishingiz kerak. Siz nima uchun Ömer Qanat, Nuri Tulkidan ayrilamaysiz? Bu sizningki ma'lli qo'ygan savol emas, palani Uyg'urning savoli. Sizning bir yerdan ilib qolgan yeringiz bo'lsa, har qanday odam kechira oladi burunqi ishlaringizni desak. Lekin qarindoshlaringiz uchun guvohlik berish u sizning mas'uliyatingiz. Sizning tuquningiz bizning tuqunimiz emas. Lekin men o'zimning tuqunimga ega chiqaman, o'zimning tuqunim rasvo shunday bir qiliqlarni qilsa to'xtab tur, nima deysa chiqamaydi, o'tda debdim, o'tda g'uzib so'zligizman. Agar sen avtonomiya, bunda sen aqldan palamba, pokumba degan gapni deysiz, birsini o sabdishim desiniz, yana birsini tarjimonlik ishlatdim desiniz, bu mening o'zimning uchun esimga kelgan narsani yozib qo'ygan. Anandikin
Uni ishga o'rinlashtirman deb turib, yana birsini solihni arz qilgan eli xotinni ishga o'rinlashtirib qo'yg'iniz. Qurib nimaninki uydan Ömer Qanotning uyidan chiqqan odamni Amanda Saxonga o'rinlashtirib, u hamma odam uning eski xotinga nimani Jo'yangda yashaydi ishlaganka deb tursa shuni o'rinlashtirib shu bir munch ishlar bor solihninkida, hozir oxirlashmagan ishqu u. Buni endi mushundaq. Endi yo'q, men unda demagandim desangiz ovozingizni qo'yib o'taman. Mushtaq bo'lamiz. Siz yo'q, millat desa tik turadigan bir haqiqiy bir lider desangiz, siz Dunyo Uyg'ur qurultiyidan chiqatdingiz. Siz lider emas. Sizning qo'lingizda tashkilot yo'q. Lekin yana birlari bilan qilayotgan qalaymaqan ishlaringizmi borligini men bilmayman. Ham agarda yo'q, undaq emas u bu desangiz, degan yerda men ish qilib deydiganim, agarda men demadimda desangiz ovozingizni qo'yman. Shu. Hozir endi men digidakni deb qo'yib turman. Andan keyin yana birsini qudam dedingiz. Nuri Tulkini qudam dedingiz. Va qizingizning erining bir misiqo Tulki. Tulki jamoatidan dedingiz. Shuning uchun uningga gap qilmayman dedingiz. Yana birsini tuqqan desangiz, unda o'z jamoatinglar bo'yicha o'ynaydigan gapma Uyg'ur davosini degan savol keldi-da menda. Mayli u xalqlar nima deb tillaysiz, men bilan baribir. Men ishqib qurultayning ichidagi sesimchilik u buni tindirib o'ltirayotgan ustiga chiqib demay, Uyg'ur davosini qandoq o'ynayapsizlar sizlar? Cho'nglaringlar. Savolni men necha qitim qo'ydim har qaysiga. 15 yil, 20 yil aşağıda birga ishlagan odam bir-biringlarning po'qini bilmamsizlar? Bilasizlar. Lekin biz deb qo'ysak qanday bo'ladi? Uyg'ur mundaq bo'lib ketadi. Uyg'ur davoning ichida, po'qning ichida petiqlik holatda u yoq tepib, bu yoq tepilayotgan Uyg'ur. Shuning uchun bo'layotdi. Oxirgacha o'ynaymiz deb qolmanglar. Uyg'ur o'yg'andi. Butunlay o'yg'oq emas, lekin Uyg'ur o'yg'andi. Haqqasinglar chiqib javob berishinglar kerak ma ishqa. Men savolni qo'ydim. Yolg'iz qo'ymadim ma savolni. Falan adam bor saqlab turgan. Burunni surishtirish, o bu deganlarniki xalqning so'rash huquqi bor. Burun qilanichi pul berib yetibgan qo'y, nima bo'lmasin. Surishtirish huquqi bor. Andan keyin yo'ldoshingizni bosh qo'yib eting. So'zlisin. Sidqojim so'zlisin. So'zlayalaydi-ku, sizga yezib bergan, sizga ne narsani yezib bergan, palonchini ichib yutimiz, pokunchini ichib yutimiz, bojab yo'q so'zlabsiz. Men siz uchun so'zlamadim. Qurbon Valimi siz uchun so'zlamadi. Uyg'ur uchun so'zlaydi. So'zlaydigan tarixni u odam. Arxeolog bo'lgandan keyin. Men so'zlasam o'zimning o'y fikrimni, xalqimni, bolalarimni demayman. Uyg'urning ichida hamma odam so'zlayolmaydi ekan. Ama deb berganni, o'zimnikini anonki yug'urib turib so'zlayman. O'zimiz uchun qilamiz, mustaqillikdan boshqa yo'l harom. Unisi aniq. Qur'ondagi oyatda deb turib so'zladi. Qarajim. Agar po'xtak sesishib yetishsa, avtonomiyani yeyishvalar o'zing aqasing. Maymun go'shti yemsa ya sho'rp ishsam o'zing qilishmamsa, nemish bizga o'ngtatur gaplarni qilib xuddi bir bo'shliqda quzat deganman. Voy biz siz onasi yana birmisi bo'lganmisiz, gapqamamsiz dedim men. Oqini surishtirib boqib, nima deb haqni oqini siz bak biladi ekansiz, chiqib degansiz oqini palonchi vakada. Hech kim uchun so'zlamaydi, Uyg'ur bag'u do't emas. Davoda yumshoq davoni qilib qo'yib so'skini sap qo'ysa ichib, imib o'ltiradigan Uyg'urcha hammasi undaq emas, hammasi undaq bir po'q yeb qolmagandi, jundi ichib qolmagandi. O'ngta tur so'zlaydiganlari yo'q. Hammasi shunda olib ketmagandi. Uyg'urning shu tuzuklarimi bor? Falan odam bor, sizga savol qo'ya oladigan bor, Rabiya xonim. Eringiz chiqib so'zlasin, nima deb og'zini itisiz to'vaqlab. Ma degan gapini qo'yib berma, agarda demidi deydigan bo'lsangiz, deyish baqayli u vaqtida. O Quzat Altay, sen kim o? Sen kim o? Rabiya xonimning tuqquni bo'lsang o'zingga. Lekin seni kim saylab qo'yib o'tirib, BDT to'g'riliq yana bir Uyg'urlar 5 yilda momiyani alamdik, Uyg'urdagi momiyani, turmidagi momiyalarni. Qozog'istondan chiqqanlarni qarapaq. Uqdingmi? Kallarning suyi bo'lmasa, qarapaq.
Qozog'istonda chiqqan bolasi ega chiqib chiqqan dadasini chiqqanti. Erlikdi yo'q. Anandakin kallasidan ketib qolgan shunda odamlar kerakmi bizga? 5 yil. Sen 5 yillik plan tuzib oldingmi lagerni itidganga? Xi Jinping dadang shunda deganmidi, sana itib berma 5 yil ichida, ya'ni so'zga sap o'ltiringlar jamoatinglar o'ychida. Voy sen kimding sen? Voy sen qarar oladigan tulki dadang bir yoqdan olsa, yana birma olsa, uning ko'yjiligini, buning buğaltırlığını qilishib o'tirishibsa, eshaklar. Chiqib deginan o'chosan yana. Bayroq ko'tarmayman. Sharq Turkiston mustaqil degan quruq gap. Bayroq ko'tarmayman, namoyishim chiqamdi degan odamding sen. Endi to'satdinlar u yerga bu yerga yuguraydigan bo'lib qolsa, qolgan akalaringning midiraydigan yuzi yo'q bo'lgandan keyin seni saylab qo'ydimi? Numussiz. Ağzını bir çayqib etib yaqila Xitoy bilan tushgan rasmlaring var ki torda yiqib yurgan. Aqыңda kuching bo'lamdi, aqыңda kuchuging bo'lamdi, nima chattig'im meningki? Tilamchi ko'tlar. Uyg'urni setib hamma yer setib, o'ngdisig'im setib yegan, dumdisig'im setib yegan eshak hayvonlar. Rabia Hanım, siz-chu qarang, uyqungizni ichib muomala qilingma da'voga. Agar uyqungizni ochmasangiz, siz yana Ömer Qanat, Nuri Tulka, yana birmi qo'lingizni yuvib bo'lamidingiz-ku? Birsini tarjimonlik ishlatdim, birsini yana birmi ishlatdim, advokatlik ishlatdim-da. Uyg'urda boshqa odamning hammasi o'libdimi? Ömer Qanatli tarjimonlik qila olamda, Nuri Tulkali advokatlik qila olamda. Uyqu sizgacha yo'g'on savol qo'ydim dedim-ku, yanil deb qo'y xalqning orasida yo'g'on savol qo'ydim. Gaqimang menga to'rdimi? Men javob qaytarmayman sizga. Qachon uyqungizni ichib deydiganda deb o'tirga chiqqan vaqtingizda u vaqtda sizni lider deb tunishim mumkin. Bo'lmasa siz hech nima emas meningki. Mayli to'rda tillashamsan, nima ish qilishsang, ayni gapim men. Bo'lmasa ovozingizni menga qo'yma. Bütün ovozingizni siz mening siz yaqinda ovozingizni qo'ysiz, yuvitsiz. Xuddi men sizning ovozingizni yo'tkab bo'lib anglayman. Oy telefonim to'shib ketgan deb men sarang emas, ovozingizni bütün og'amman, har qandig'ingning ovozini og'amman. Birini qo'ymay og'amman. Qaysingning kerak bo'lsa shuni qo'yib berman. Rabia Hanım, siz bilan men dushman emas. Ammo da'voga noyitmi yaxshi pozitsiyada bo'lishingizni umid qilaman. Har qanday Uyg'ur sizdan umidsizlangan holatda savol qo'yib baxmagan, men qo'ydim bugun. Hech qanday qo'yamasa, men qo'yman hashtag. Nochi bo'lsangiz chiqib dang. Javobini bering Uyg'urga. Dünya Uyg'ur qulutining ichida qanday sesigan nim bo'lgan? Ömer Qanatni nima deb ayrilamaysiz? Nuri Tulki nimishki alqiningizni o'yintidi sizni? Alqinida o'yintidi. Mushlarning hammasiga javob bering, men siz deb qo'yay. Bo'lmasa ishingizni qiling. Anglamaymiz hech qanday gapingizni. Isyonkor sesib o'lib ketgan palon odam bor turmida. Ularning uchun urug' tuqqanlari egi chiqarmagan. Men Avvaliga Yipak yo'li guvohlik berish deganga paloni xalqqa guvohlik berdik deb palon qarindoshimiz degan. Siz o'zingizning tuqqanlarga guvohlik beryapsiz. U qilishga tegishli majburiyatingiz u. Anarki ballalaringizni tilga olmang. U sizning ballalaringiz u. Sizning igi chiqishga tegishli. Ular isyon ko'tarib, jangning ichiga kirib qolmagan turmaga kirib qolgan isyon ko'tarib, biz bir qatorda turmagan palon qarindoshlarimiz sesib o'lib ketgan. Ularga-chu, ularni qarab o'ltiramdik. Hammasiga ega chiqsiz. Agarda bolam kalam degan bo'lsangiz, xalqim deb o'tirib chiroyli gap qilganda hammani abjash qilib so'zlasangiz, deb anglab o'tirdi deb o'ylab qolmang. Siz lider bo'lsangiz, qarang, xalq hurmatlaydigan lider bo'ling. Burungi aning ichida, poxning ichida yotganingiz dev qiyning ichida. Ular undaq qilganda, bundaq qilgan. Ovozlaringiz hammasi bor. Unda qilganlar nima chiqib demaysiz? Gilingizni ilinib qolganmisa, ilinib qolganti burun uxmab dikaman desangiz bo'ladi-ku degan gapni qilib boqqan. Men lider bo'lganki kutdim necha yotmayman, qo'ngim necha yotmayman. Hozir aytila ayaga zambirakni tayyorlab qo'ymadik vatanga. Oldira shu ishni qilib olaylik deganga. Burun da'vo nima uchun oldiga mangmagan? Ash hammanglar o'tirdi, gilimda qilib, itib turvag'ashqa. Bilganlarmi bilmaydigan bo'lib, oxirgi bilganlarmi voy bo'ldi deb umidsizlangan. Siz chiqib o'tirib gapimisingiz? Men ovozingizni butun qo'yman. Nerede tillasangiz tillang, men sizga deb qo'yay. Bugun sizlab turib gap qildim. Eringizni hurmatlayman. Eringiz chiqib gapqilsin. Ha? Ash Sidiqjon ham o'zi so'zlasin. U odam so'zlay oladi-ku. Hammani biladigan odam.
Erkin Eysan'ın falan işlerini falan uğraşkan zuvanını yığdap gaqı kızmadım. Gaqı kızmagalık süküt hemmi yadılı bir altın emas o. Ölüp gitip atkan adamlar üçün etkan çağda sükütünü kırtıp bəzən narsa yoşurup ben de razı olup gitip kalsınca o dünyaya dese onun yolu ayrım. Siz ölüp atkan adam emez. Ya yani bir eriniz ölüp atkan adam emez. Lekin et ölmeydi degen o iş kim demedi. O dünyaya ekesiniz sizni hemmeden şunçilik töven nime bilen tınmay tılığı elip durup kağaydı. Dua kılış mı yok. Mezmunlu olarak dua kılsın mı halık desiniz. Oturdu. Hakikat degeni sözlemegen adamni men nöl katardı bilmeyemez. Minus.